Hürmetlik vatandaşlık şiirlerimizi davamlaştırıyoruz. Endiki mavzumundaq mavzudan birinchisi 2020 yil 9 ayning 17 kuni haftaga payshanba. Endiki mavzumundaq Amerika Qo'shma Shtatlarining muavin davlat ishlar kotibi Tayvanni ziyorat qiladiganligini e'lon qildi. Mavzuli xabar 9 ayning 17 kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati 16 kuni muavin davlat ishlar kotibi Krashning Tayvanni ziyorat qilib, Lidan Xuy bilan vidolashish murosimiga qatnashadiganligini e'lon qildi. Undaqda muavin davlat ishlar kotibi Krashning Tayvanni ziyorat qilishi 1979 yili Amerika Tayvan diplomatik munosabatni uzgandan beriki eng yuqori darajalik Amerika amaldorining Tayvanni ziyorat qilishi bo'lib hisoblanadi. Davlat mahkamasining bayonotchisi Ortagos mundaq e'lon qilib, mundaq ko'rsatdi. Iqtisod, energiya, bayonot e'lon qilib, mundaq ko'rsatdi. Iqtisod, energiya, muhit ishlariga mas'ul muavin davlat ishlar kotibi Ket Krash 2020 yil 9 ayning 19 kuni Tayvanda o'tkaziladigan sobiq prezident Lidan Xuyning vidolashish murosimiga qatnashdi. Lidan Xuy bilan vidolashish murosimiga qatnashdi. Amerika umumiy iqtisod va siyosat qimmat qarashlarini saqlash orqali biz Tayvan bilan jo'shqin va sog'lom demokratik mustahkam rishta munosabatlarini saqlab keldik. Tayvanda saylam orqali qo'jitga kelgan sobiq prezident Lidan Xuy 7 ayning 30 kuni vafot bo'ldi. Amerikaning Sayya mulozimat ministri Alexey Azar 8 ayda, ya'ni 8 ayning 9 kuni Tayvanni ziyorat qilganda Lidan Xuyga motam bildirgan edi. Azarning Tayvanni ziyorat qilishi 1979 yildan beri Tayvanni ziyorat qilgan Amerikaning yuqori darajalik amaldori bo'lib hisoblandi. Amerika davlat mahkamasining 2 darajalik amaldori Ket Krashning bu qatam Tayvanni ziyorat qilishi Amerikaning yuqori darajalik amaldorining Tayvanni ziyorat qilishi bo'lib hisoblanadi. Muavin davlat ishlar kotibi Krash Tayvanni ziyorat qilish jarayonida iqtisod va savdo faoliyatlari bo'yicha yuqori darajalik suhbat o'tkazmaydi. Bu jumlaga diqqat qilinglar vatandoshlar. Amerika Qo'shma Shtatlari Sharqiy Janubiy Osiyo ishlari bo'yicha yordamchi davlat ishlar kotibi David Stilwell 8 ayning oxirida Amerika bilan Tayvanning savdo tijorat faoliyatlari suhbati o'tkazadiganligini e'lon qilgan edi. Amerikaning Tayvan turishliq vakolatxonasi ham savdo suhbatiga 2 darajalik amaldor Krash riyosatchilik qiladi deb ko'rsatgan. Tayvan tashqi ishlar ministrligi mundaq ko'rsatdi. Krash Tayvanni ziyorat qilish orlig'ida prezident Tsai Ing-wen va Tayvan hukumati bilan aloqada bo'ladi. Hamda Amerika Qo'shma Shtatlari davlat mahkamasi kishilik huquq, demokratiya va emgak ishlariga mas'ul yordamchi davlat ishlar kotibi Robert Dastro sobiq prezident Lidan Xuy bilan vidolashish murosimiga qatnashdi. Krash emas, emgak va mulozimat ishlari bo'yicha muavin davlat ishlar kotibi Dastro Lidan Xuy bilan vidolashish murosimiga qatnashdi. Yana bir xabar. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat mahkamasi 2 darajalik amaldori Krash vakillar umigini boshlab Tayvanga yetib keldi. Avvalgi xabar 16 kunda xabar, bu 17 kunda xabar. Tayvan savdosida bir-biriga tayinish darajasini chuqurlashtirishni umid qiladi.
Mavzulu xabar 9 ayının 17 günü Amerika ovozi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Taybeh Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasi iqtisod taraqqiyot, energiya, muhit ishlariga mas'ul 2 darajalik davlat ishlar kotibi Krash yetakchiligidagi vakillar o'miga Krash vakillar o'miga Krash yetakchiligidagi vakillar o'miga 9 ayning 17 kuni Taybehga yetib keldi. 3 kunlik ziyoratini boshladi. Bu Amerika Qo'shma Shtatlarining 1979-yildan berigi eng yuqori darajalik amaldorining Tayvanni ziyorat qilishi bo'lib hisoblanadi.